Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, videoni boshidan akalar kanalimizga bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar albatta o'ng tarafda qizil pasport tugmasi bor, ashuni bir martadan bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda biz kanalga obuna bo'lasizlar. Biz chiqarayotgan videolarda akalar birinchilardan ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga yakshanba 2026-yil akalar. Hafta kuniga yakshanba 15-fevral akalar. Yangi partiyada akalar afg'on soliqlarimiz yana yetib keldi. Hurmatli obunachilar, mana o'tgan safargi qo'ylarimizga ulgurmay qolganlar bemalol ekran nomer telefon qilib aloqaga chiqib, yo'lga chiqib kelaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, nech bosh keldi endi bu safargi videoyimizga? 100 bosh. Assalomu alaykum obunachilar. Soni 100 ta, 30 ta yana bolasi bor edi. 30 bosh yana bola. 70 ta bo'g'ozi bor. 70 tasi bo'g'oz. 6 ta shelli. 2 tish, 4 tish, 6 tish ekan. Hurmatli obunachilar. Mana bu yerda qo'ylar ko'rsatib qo'y. To'g'aylar. Elbe novvosi. Jononlari ketdi bor. Elbe bir hafta qolib ketdi bu qo'y. Mashinani. Bir hafta qolib ketdi. Bu xaridorlaringiz kelsa, turgan joylarini ham videolarini ko'rsatamiz. Videolarga zakazati bilan, Nozik videolar qo'yib bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, bolalilarni qaranglar, mana bolalilarni. Akalar bittadan havas qilganlar bo'lsa, hali ham bir like bosganingiz yo'q. Bittadan like bosib ko'ring, maza qilasiz, bor-ku. Like bosib ko'rsin endi. Akalar, soliqlar haqiqatda lideri ketdi mana. Seleksionerlar ham bemalol kelaverasizlar. O'zi seleksionerlar o'tgan safargi videomizda 100 bosh chiqardik, kech payt chiqardik. Kunduzi bir akamiz Qo'qondan kelib, hammasini baraka qildilar o'tgan safargi. Aytdim-ku, bu qo'y bir kunga bormaydi dedim-ku, xudo xolasa bu ham bir kunga bormaydi. O'tgan safargi videodan necha yuztacha odam qaytib ketdi, qo'y yetmasdan. Qo'y yetmasdan. Bir kishi olib qo'ydi-da. Bir kishi olib qo'ydi. Qo'qonlik akamizni chiqardik, kim olganigacha chiqardik. O'tgan safargi qo'yladi. O'tgan safar ulgurmay qolganlar, mana bemalol kesalar ham bu safar xudo xolasa yetadi. Batta hozir 50 bosh yetib ketdi. 50 tasi qachon keladi nima? 50 tasi soat 12larda keladi. Endi uni kecha uyguladi. Bugun keladi, axir. Bugun 12da keladi. Mana shu videoga qo'shib turib qo'yasiz. Mana shu videoga qo'shib turib qo'yamiz akalar. Soat 12da kelar ekan, kech payt. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Ertadan xudo xolasa kesalar ham bu charjovlari chiqib, salqon-nopon to'ytular ko'rasizlar. Qo'yladi. Bo'ynilariga ahamiyat beringlar, mana kallilariga ahamiyat beringlar akalar. Ko'ti pastga osilgani hammasi dumas tikishda mana. Yo'llarni qarang, yo'lda o'zi bir 10 tachasi tug'ib tashladi, hozir bolalarni ham ko'rasiz. Yo'lda tuqqani ham bor-a? Bo'la. Sigirni yelini deb ketgan hamma. Ashlar yo'lda tug'ibdi, kelma. O'tgan safar haqiqatda ko'pchilik ulgurmay qoldi. Qo'ydimi, tevadagi tushayotganlar qani juni bosilib qolgan, ko'ryapsizmi? Juni bosilib qoldi. Bu etajda bo'yi 90 endi. Etajda bo'yi 90. Mana 90 joyga tegib qolgan. 90 hisoblashaverganda bo'ylarini 90 plus endi. 90 ham pastga. 90 plusga hisoblayvergansizlar. Hurmatli obunachilar. Degan akalar qo'ylar bor-ku. Buni kelganda olib qolinglar. Bu yil 12 oy keladigan qo'y emas akalar. Yil 12 oy keladigan qo'y emas. Bu orada 5 yil ko'radigan shunaqa optimiga kelib qoladi. O'zlar ko'rsating mevalarini. Shu ekan mana. Zavoddan chiqqan Shu ekan bolasiga ahamiyat beraveringlar. Endi enani shunga qarab bilib olsalar. Qo'chqorda ham zo'ri qo'shilgan ekan bularga. Seleksiya yo'nalishida qo'yildi. Seleksiya. Endi bunaqa qo'ylar o'z to'g'risi bor-ku, dona bo'lib, o dollariga o'ta qimmat pullarga sotib olishyapti. Endi bu akalarimiz joyidan. Qo'zlar elmayman, mana qo'zlar bor-ku, hammasi 1 kun, 2 kunlik qo'zi. Kichkina qo'zlarlar-ku, hammasini o'zimiz tug'dirganmiz. Ashlar yo'lda tug'ibdi. Joyidan olib kelishgan hisobiga optim olib kelib, optim misol oladiganlar misol tarqatilyapti, lekin bitta ikkita oladiganlar ham xudo xolasa narxini yo'lida qilib berishyapti. Misol uchun bunaqa qo'ylarda endi seleksionerlar qo'rasida to'g'risi o'ta qimmat pullarga sotilyapti, to'g'risi. Misol 3000, 4000, 5000 dan sotib olishyapti, lekin unaqa emas. Optim narxda, yengil narxda olib kelishyapti. Narxini ham yo'lida qilib berasizlar obunachilarga. 5000, 10000 dollar emas, elbet. To'g'ri, o'shani aytyapman-da. Narxi liboy joydan arzon. Liboy joydan. Endi hozir men maniki solishtirib kelinglar deyolmayman-da, chunki bitta o'zimizga kelyapti afg'on katta partiyada optim. Bu bitta ikkita emas soni elbet. Lekin atrofda ko'rib kelishgan joyidan bitta ikkitaliklar, o'shandan ham arzon. O'shandan ham bitta optim narsa-da bu elbet. Xo'p, bundan bir yana 50 ta 100 ta zakaz qilishsa, buni topishning iloji bormi? Bu tugab qolsa mabodo. Biz va'da beramiz, ana naqd turibdi, kelib olishaversin. Naqd turibdi. Nasib qilsa olib kelsa, mana videoga chiqaryapmiz-ku. Video chiqariladi. Buni narx navosini aytmasa ham o'zi buni xaridori o'zi narxini biladi. Elbet. To'g'ri, buni o'zi ishqibozi o'zi boshqa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ishqibozi, ammo qo'ylar borki, o'ta ham suvay katta ekan, suvay haqiqatda katta, lekin qonlarni ko'ryapsizlarmi? Qaranglar mana.
qorinni qaranglar, ichiga urib yuborgan bor. Ichiga urib yuborgan, lekin yelin mana shunday hammasiniki to'lib turibdi. Qo'zilarga bitta baho beringlar, mana qaranglar, mana. Qo'zisiga baho berib qo'yishadi. Qo'zini keling mana. 5-6 kunlik qo'zilar saslaymiz. Buni ena bola qilib olsalaring, hozir olgan pullaringga bolasini sotasizlar, enasi sizlar yonlaringga qolib ketadi, bormi? Olinglar, tavsiya qilaman, hurmatli obunachilar. Qani bitta like bosinglar, qo'yxonaga qamaymiz joyiga. Ikkinchi partiyani ham ko'rsatamiz sizlarga. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi mashinamizda qo'ylarimiz akalar, soat kechasi 1 bo'ldi. 1dan o'tdi akalar. 1da akalar ikkinchi mashina 50 ta davomi kelyapti dedik. Mana o'sha 50 tasi keldi akalar. Kech bo'lganiga qaramasdan sizlarga aytib qo'yganmiz. Mana videoga yana chiqdi akalar. Mana videomizga qo'shib boramiz dedik. Ikkinchi mashinani tushiryapmiz akalar. Bitta endi bundan bag'aga ham akalar like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hali ham like bosmaganlar videodan like bosib qo'yinglar. Mana akalar. Qo'ylarni mana o'zlari tomosha qilaverasizlar. Kech payt ham o'zi svet. Batta hammasi bo'g'oz deyiladi-ku. Yo'lda tug'ib qo'yib shekilli, ha? Yo'lda tug'ib qo'ygan mana shu bittasi. Mana aka. Nechta tug'ibdi? Yo'lda tug'ibdi bu ham. Ikkita, uchtasi tug'ib tushibmi men yo'lda ikkita, uchta tug'ibdi. Yo'lda tuqqanlari mana. Hammasi bo'g'oz deyiladi bu mashinamizda qo'ylar. Hammasi bo'g'oz deyiladi. Mana yo'lda tug'ibdi bular. Mana shunday qo'ydilar. Sek, menga ber, men olish bo'laman. Jajjonor qo'zcha. Mana bak oling. Ana hurmatli obunachilar, sog'liqlarimiz o'ta qonni orz, lekin narigilar haqiqat charchoq chiqib qolibdi. Bo'ylar qonnini qaranglar, mana ko'rib turibman. Lekin mana yelin ham ko'rasizlar, tortilib ketgan janovorlar. Ancha urinib bu safar yo'qlar. Hammasini yelini to'ldi. Xudo xolasa ertalatdan yo'lga chiqib kelaverasizlar. Videoda ertaga qo'yamiz. Xudo xolasa narxlariga qiziqqanlar, narxlarini telefon qilsalar ham kelishiladi. Endi hozir kelishi bilan narxini qo'ya olmaymiz. O'zlari shuna deyishdi, erta hisob kitobini qo'yib, kunduzi narxini chiqarib qo'yamiz, lekin telefon qilishaversin. Videoda ham ertaga qo'ying shuna deyishdi. Ertaga qo'yamiz, telefon qilsalar ham xudo xolasa narxini chiroyli narxlarda qilib berishadi akalar. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyaga chiroyli fikrlarni yozib qo'yinglar. Hammamizni qo'ramizda mana shunaqa qo'ylarni mingta boqish nasib qilsin akalar.